Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Denov tadbirkorlik pedagogik instituti oliy matematika kafedrasi o'qituvchisi Tog'ayev Turdimuratman. Bugun biz sizlar bilan chiziqli tenglamlar sistemasini Kramer va teskari matrica usuli yordamida yechish mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi chiziqli tenglamlar sistemasini yechishning Kramer usulini ko'rib chiqamiz. Demak, bizga a bir 1x plus a bir 2y plus a bir 3z teng 1 b1 a2 1x plus a2 2y plus a2 3z teng b2 va a3 1x plus a3 2y plus a3 3z teng b3 degan chiziqli tenglamlar sistemasi berilgan bo'lsin. Ya'ni bu tenglamlar sistemasi 3 noma'lumli 3 ta tenglamlar sistemasidan iborat. Demak, biz birinchi buni determinantini tuzib olamiz. Ya'ni determinanti noma'lumlar oldidagi turgan koeffitsiyentlardan tuziladi. Mana bizga bu yerda determinantimiz keltirilgan va shu noldan farqli bo'lgan shartni bajarsin. Xo'sh, birinchi bu determinantning qiymatini topib olganimizdan keyin noldan farqli qiymatini topganimizdan keyin biz birinchi delta x, ya'ni delta x ni topib olamiz. Delta x degani bizga yordamchi delta x'imiz bizga yordamchi determinantni tashkil qiladi. Ya'ni x larni joyiga, x koeffitsiyentlar oldidagining joyiga biz ozod, ya'ni tenglikdan o'ng qismidagi sonlarni qo'yamiz mana. Va delta y'imiz esa y ni oltidagi koeffitsiyentlar o'rniga tenglikdan bu tomondagi o'ng tomondagi sonlarni qo'yamiz va delta z'imizga esa z ni oltidagi koeffitsiyentlar o'rniga tenglikning bu tomondagi ozod sonlarni qo'yishimiz tushuniladi. Va x ni topayotganimizda biz delta x ni, ya'ni delta x ni determinant qiymatiga bo'lamiz. Y ni topayotganimiz delta y ni y qiymatiga bo'lamiz. Z ni topayotganimiz esa delta z ni determinant qiymatiga bo'lib chiqamiz. Xo'p, birinchi misol, demak, chiziq tenglamlar sistemasi Kramer usulida yeching. Mana bizga 2x minus y plus z teng 2, 3x plus 2y plus 2z teng minus 2, x minus 2y plus z teng 1 degan chiziq tenglamlar sistemasi berilgan bo'lsin. Biz birinchi navbatda buni determinantini tuzib olamiz. Determinanti demak x ni oldida turgan koeffitsentlari 2, 3 o'shalarni, demak x ni oldida turgan koeffitsentlarni birinchi ustunga yozamiz. 2, 3, 1. Y ni oldida turgan koeffitsentlarni ikkinchi ustunga yozamiz. Minus 1 plus 2 minus 2 va z ni oldida turgan koeffitsentlarni uchinchi ustunga yozamiz. 1, 2, 1. Mana o'sha buni determinantni hosil qilib oldik va determinantning qiymatini topamiz. Demak, qiymatini topganimizda biz mana oldingi darslarda qiymatini topishni ko'rib chiqqan edik. Demak, mana 5 ga teng ekan. Ana endi biz delta x, ya'ni yordamchi determinant tuzamiz. Demak, bu yordamchi determinantimizda bizda birinchi delta x ni tuzayotganimizda x ni oldida turgan, ya'ni birinchi ustunda turgan elementlarni biz ozod, ya'ni tenglikning bu tomondagi o'ng tomondagi sonlar bilan almashtiramiz. Mana almashtirdik va uni qiymatini topdik. 10 ga teng ekan va delta y ni topayotganimizda esa ikkinchi, ya'ni y ni oldida turgan ustunlarni, mana y ni oldida turgan koeffitsiyentlarni bu ustunda demak ozod almashtiramiz va minus 5 delta z ni topayotganimizda z ni oldidagi koeffitsiyentlarni almashtiramiz va minus 15. Ana endi x va y va z larni topishimizda biz x ni topayotganimizda delta x'imiz 10 chiqqan edi va determinantimiz 5 chiqqan edi. 10 ni 5 ga bo'lamiz, demak 2 ekan. X'imiz 2 ga teng ekan. Y'imiz minus 5 edi, 5 ga bo'lsak minus 1. Z'imiz minus 15 ni 5 ga bo'lsak minus 3. Demak, javobimiz 2 minus 1 minus 3 ekan. Ana endi tenglikni qanoatlantiradimi, yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Demak, x ni joyiga 2 qo'ysak 4 bo'ladi. Minus 1 qo'ysak plus 1 bo'ladi, demak 5 va z ni joyiga minus 3 qo'ysak 5 dan 3 ni ayirib qo'ysak 2 ga teng ekan. Mana bu tenglikda esa 3 ni 2 ga ko'paytirib olamiz 6, minus 2 4 va minus 6 minus 2 ekan. Keyingisi demak 2 minus plus 2 4 va ayrilgan 3 1. Demak, bu javobimiz tenglikni mutlaqo qanoatlantiryapti tenglamlar sistemasini. Demak, to'g'ri yechim ekan. Chiziqli tenglamlar sistemasini matrisalar yordamida yechish. Demak, endi matrisalar yordamida chiziqli tenglamlar sistemasini yechishni ko'rib chiqamiz. Demak, bunda bizga teskari matrica usuli yordam beradi. Demak, a1 x va hokazo mana shunaqa tenglamlar sistemasi berilgan bo'lsin bizga. N noma'lumli n ta tenglamlar sistemasi.
Xo'p, demak biz uni matrisasini tuzib olamiz. Ya'ni noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlardan matrisa tuzib oldik va yordamchi, ya'ni matrisani ham tuzdik. B matrisamiz, ya'ni ozod sonlardan iborat bo'lgan sonlardan matrisa tuziladi va x imiz u, ya'ni x1, x2 va xn bu noma'lumlardan tuzilgan matrisa. Demak, belgilashlarini kiritib, endi deyapti, sistemani matrisa ko'paytirish qoidasidan foydalanib A matrisani X matrisiga ko'paytirsak, B matrisiga kelib chiqishini ko'rishimiz mumkin. Ko'rinishda yozish mumkin. Determinantimiz demak 0 dan farqli bo'lsa, teskari matrisa mavjud bo'ladi. Demak, o'sha teskari matrisa mavjudligidan ikkala qismiga ham A matrisani teskarisini ko'paytirib olamiz. Shunday qilib, demak, X matrisiga teng bo'ladi. Ya'ni X matrisamiz A matrisining teskarisi hamda B matrisining ko'paytmasiga teng ekan. Bu tenglamalar sistemasi yechishning matrisaviy yozuvini bildiradi. Xo'p, ikkinchi misol, demak, ushbu tenglamalar sistemani matrisalar yordamida yeching. x1 plus x2 plus x3 teng 4, x1 plus 2x2 plus 4x3 teng 4, x1 plus 3x2 plus 9x3 teng 2. Quyidagi belgilarni kiritamiz. Demak, A matrisasini tuzib olsak, birinchi noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlar barchasi 1 bo'lgani uchun birinchi ustunga 1, ikkinchi ustunga 1, 2, 3 bo'lganligi uchun 1, 2, 3, 1, 4, 9 va x'imiz x1, x2, x3 ga teng, B matrisamiz esa 4, 4, 2 ga teng. Bu matrisalar yordamida berilgan tenglama sistemasini mana biz yuqoridagi ko'rinishda kabi yozib olamiz. Ya'ni A matrisani X matrisiga ko'paytirsak, qanaqadir mana bu yerdagi B matrisiga kelib chiqishi kerak. Xo'p, endi A matrisining determinantini hisoblaymiz. Demak, determinantini hisobladik. Mana buni oldingi darslarda ko'rgan edik. Uchburchak usulida hisoblab chiqdik. Mana 2 chiqdi. A matrisining determinanti 0 dan farqli. Mana ko'rib turibsizlar, 0 dan farqli. Shuning uchun deyapti, teskari matrisa mavjud. Demak, teskari matrisani topishimiz uchun biz nima qilishimiz kerak edi? Algebrik to'ldiruvchilarini hisoblab chiqishimiz kerak edi. Mana bu yerda biz algebrik to'ldiruvchilarni hisoblaganmiz. Algebrik to'ldiruvchilar mana ko'rsatilgan va teskari matrisasini tuzib olamiz. Teskari matrisani tuzishni bilamizki, mana algebrik to'ldiruvchilardan iborat bo'lgan matrisani biz determinantiga bo'lib chiqamiz. Barcha elementlarni bo'lib chiqqan holatda mana bu yerda bizga teskari matrisasi ko'rsatilgan. Demak, teskari matrisa ko'rsatilgandan keyin tenglikning ikki tomoni chapdan, ya'ni uni teskarisiga ko'paytiramiz. Demak, A matrisani teskarisi bilan A matrisani ko'paytirsak, bilamizki, u birlik matrisaga, ya'ni 1 ga teng edi. O'shandan mana bu yerdan bizga x qoladi, bu tomonda esa buni ikkalasini ko'paytirgan holati. Demak, mana bu A matrisani teskarisiga B matrisani ko'paytirsak, bizga 2, 3, -1. Bu qismida esa x ni o'zi. Demak, x1, x2, x3 bo'lganligi uchun mos elementlari bir-biriga tengligidan x1 2 ga, x2 3 ga, x3 esa -1 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, bizga bugungi mavzumizda biz chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning Kramer hamda teskari matrisa usulini ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.